Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda biz sizlar bilan imperator aslahalarini olishga harakat qilamiz. Ammo imperator aslahalarini olishning bir yo'li bor, ya'ni mana bu bedrockli qamoqxonadan o'tish. Qani ketdik sizlar bilan mana shu bedrockli qamoqxonadan o'tishga harakat qilamiz. Xullas ko'rdingiz, biz bu yerdamiz, ammo men bu temir eshik qo'lda buzishim kerakmi? Yo'q. Nimadirni o'ylashgan bo'lish kerak. Burchaklarda bir narsa yo'qmi? Xullas sandiq ko'rakchi, nima bor ekan? Sehrlangan oltin olma. Oddiy oltin olma. 9 ta oltin savizi. Yaxshi. Mana checkpointni bosib qo'yaylik. Bu yerda nima bor? Sandiq sindiraylikchi. Nimadir bor. Yo, aytdim, bu karta yaratuvchilar ahmoq emas. Ular sandiqni qo'yib qo'yamiz. Tugmani qo'yamizda bosib, o'tdim. Ular birinchi yer parkur ekan. Yaxshi, men parkurni yoyib yuboraman. Yana aytgancha, bu yerdan o'tishimiz uchun bizda 5 ta jon bor. Ya'ni 5 marta o'lsak hammasi tamom. Shuning uchun 5 marta o'lmaslikka harakat. Yo'q. Ay, tugmam ishlamay qoldi do'stlar. Zato shu yerda tirilamiz va yana tugmam qotyapti do'stlar, xafa bo'lmaysizlar. Telefon qizib ketdi. Va oppa. Va boya o'tolmagan joyim va yo'q. Ozgina qoldi tushib ketishimga. Yaxshi va va ikkinchi tuzoqdan ham o'tib oldik. Nimaga tugmani bu yerga qo'yib qo'yishgan? Men ko'r deb o'ylashganmi? Xullaschi, bu tugmani qo'yamiz, ochamiz. Voyda zaharladim. Bu nima? Bu qanaqa damlama? Men lekin bunga tushmayman. Men lo'q deb o'ylashadi bular. Voydot. Men lo'q emasman. Evet, birinchisida lo'qqa o'xshab damlamaga tushdim. Yo'q, bu yoqqa tushish yo'q. Ular zahar tugadi va sakraymiz. Bu yerda qanaqa damlama bor, kim bilsin? Yana zahar bor ekan. Yaxshi, ham tezroq o'tdim. Bo'lmasam haqiqatdan ham o'lar edim. Ya bu yer qanaqa joy o'zi? Men qayerga kelib qoldim? Xullas, yuramiz. Yarimta yo'q. Men lo'qmanda, mana shu plitalarga tushadigan. Xullas, tepaga chiqaylikchi. Nima? Xullas, yorib qolay do'stlar, iltimos. Xullas, ko'z yaxshi ko'rmayapti. Yorib qolay. Ammo bu yerdan o'tish xavfli-da. Yana 23 soniya. Xullas, bu zahar tugaguncha video pauza. Xullas, u effekt yo'qoldi va biz kaktuslarga tegmagan holda o'tishimiz zarur. Agar yana ozroq tegib ketsam, men o'laman. Voydat. O'laman hozir. Bas, mana bosim plitasi bilan o'tib ketamiz. Yaxshi, bunaqa yer bor ekan, lekin bu yoqda sakrasam hozir aniq tirik qolmayman. Ular sakrayman va men bunaqa yerdan yurishni xohlamayman. Men axir hali qo'g'irdoq bo'lgim kelmayapti. Jonim to'lishini kutaman shu yerda. Yoki kutib o'tirmasdan oltin olma yeb. 1 2 3. Sakrab. Tirik qolaman-ku, Tirik qolamanmi? Qolaman. Men har doim tirik qolaman.
Xullas endi pastda nima bor? Bo'ldi, tushundim, suvga sakraymiz va tushamiz. Tushdim va jonim to'lsin, men keyin yuraman. Jon to'lishini kutmam. Mana yerda nima deb yozilgan? Mana shu koordinataga teleport qil. -35 60 16 bo'ldi. TP -65 shunday bo'lsa bo'ldi. Ishqilib men noto'g'ri termayapman ekan. 60 va 16 va kiritsak. Men qutulib qoldim do'stlar. Do'stlar, mana yer koordinatasini yaxshi emaysin degan qaytib kelib oldim. Endi yaxshilab o'qiymiz. -35 bo'ldi. Tushundim. Xato yozayotgan bo'lsam, iltimos ayting. Va yoza boshlay. TP demasam men qayerga ketaman xullas. To'g'ri tergan bo'lsam, endi to'g'ri teleport bo'lay, iltimos. Bo'ldi. Menimcha men qayerga teleport bo'lib qoldim? Nima qilish kerak bu yerda? Aylanish kerakmi? Nay. Biz aylanaveramiz, nimadir chiqib qolar deb. Aylanaman. Xullas, bu kerak emas, tashib ketamiz. Aylanaman. Yaxshiyam oziq-ovqatim ko'p. Bo'lmasam nima qilar ekanman? Bular artefakt videosida kim ko'rgan? Qishloqqa qilgan artefakt qancha yugurgan? Yarim soatlab yugurgan. Men unday uncha yugurish niyatim yo'q hali. Men hali yoshman. Xullas, yuguramiz. Men hali yoshman, bu yerda qarib-chirib bo'lib ketaman. Men bola chaqam yo'q. Xullas, tezroq yuguramiz va burilamiz. Bo'pti, video pauzada. Xullas, yetib olgandan keyin ochaman. Xullas, bu labirintni qilgan odam voy ekanda. What the fuck? Men qachon yetib boraman? Men hali qarib o'lib ketish niyatim yo'q, hali yoshman. Xullas, yuraverakchi. Chiqib qolarmizda. Yetamiz, yuraman. O'zim xullas men qo'shiqchi emasman, xullas yuraveray. Bu yerda nimadir? Xullas, yaxshi bo'lardi o'sha yerda nimaligini bilsam. Xullas, sakrab tez. Teshik ekan, ko'zim qiynab yuribman. Shu yerdan yursam bo'lardi-ku. Boya aytdim, nimadir ko'rindi deb. Xullas, tezroq. Sakrab yuramiz. Menimcha bo'ldi. Tushundim. Va qandaydir xonaga kirdim. Va bu yerda sandiq. Sandiqda esa juda ham zo'r narsalar. Hop. Olamiz. Hammasi menga kerak. Kiyib olaman keyin. Xullas, do'stlar, yarashdimi? Yarashatda, chiroyli bo'laga qop kiyizib qo'ysa ham chiroyli ko'rinadi. Xullas, mana bu dastak deb bossaychi. Nima bu? Padaringga la'natlar. Lo'xlar. Lo'xlar. Padaringga la'nat. Padaringga. Voy! Padaringga nima edi? Padaringga padarlanat. Qo'yag'lar. Xullas, bo'ldi. Men boshqa bular chaqirish niyatim yo'q. Xullas, ovqatlanib olamiz. Bu xonaga qanday kiraman men? Xullas, nimadir izlayapsam, atrofga qara deyishgan. Atrofga qarasam, nima ko'rinyapti? Nima bor? Bilishadi. Men lo'q qilishni bilishmaydi. Men ostonga lo'q bo'ladiganlardan emasman. Va ko'nglim aynib ketdi. Hop, bo'ldi, buni qo'yamiz. Va hoppa. Kim bor bu yerda? Loyda ochish niyat yo'q. Va bu yerda bo'ldi, men ishlatma. Temir narsalar deyarli ishlatmasimlar. Lekin zo'r narsalar berishmas ekan.
anaqa ekan, past ekan. Xullas past ekanda. Xullas do'stlar, endi bular yarashdimi? Aytib keting. Zato qatta olmasdan narsalarim bor. Bularni olib qo'yamiz bir chekkaga, buni qo'yamiz. Xullas, bu sehrlanganni ham olib qo'yaverak kerak yo'q. Ey, nima qilyapman, ahmoq? Xullas, mayli qilichni ham olib qo'yamiz. Nima qilish kerak shunda? Buni bosish kerakmi? Bir bala kiydi mana u. Yo, aka. Loy. Bo'ldi, yutdim. Yo, va mayli, nezaritli bosh kiyimim bor. Bu yoqqa qanday kiraman endi meni? Bu loylar o'ylashibdi, yaxshi. Loylar o'ylashibdi. Loymas ekan, loy odam ekan. Xullas, bu yoqqa kiramiz. Va mana imperator aslahalari. Va kitobda nima yozilgan? Aleksander, sen juda zo'rsan. Bu tuzoqlardan ko'p o'ta olmagan, lekin sen o'ta zo'rsan. Shuning uchun mana bu narsalar senga. Rahmat, kim bo'lsa ham. Xullas, va ovolaman keyin. Va do'stlar, bularni bitta olsam ham bo'ladi. Men eng qiziqtirayotgan narsa bu mening aslahalarim. Qaranglar, yarashdi denglar. Haqiqatni gapirak. Lek dunyoda haqiqatni gapirmaydigan odamlar ham ko'payib ketdi xullas. Hop. Va hop. Mana endi meni haqiqiy imperator desa bo'ladi. Qilichda uroni necha ekan? Uronchasini va xullas ko'rsak 20 uron. Xuddi mana shu qilich edi. Xullas Vardinni 17 zarbada qoqib qo'ya oladigan. Xullas men tashqariga teleport qilaman. Jim o'tiringlar. Xullas tavakkal koordinatlarni yozib yuboraman. Chiqaman faqat qaysi? 100 qilsam chiqib ketaman. Va bu yoqqa -100 yozamiz, keyin ne chiqsak bo'ladi? -56 va necha edi? 54. Tipa qilish esdan chiqibdi-ya. 35 ekan. Xullasda, bo'pti. Xullas do'stlar, men tipa qilib olay. Xullas do'stlar, tashqariga chiqib oldim endi. Zombilar qani ekan? Men yorug'lik taratyapman. Men hammam yorug'lik tarataman. Va qo'qib tashladim. Zarbasida bitta ham jon olisha olmayapti. Lekin men bir zarbada yo'q qilib yubora olaman. Va Gripper portasinchi nechtadaga boraman? Qancha jon ketar ekan? Bir dona atiga. Bu juda zo'r-ku. Xullas o'rgimchak. Uka o'ynashmi-ku? Ukalar, bu mexanizm bor ekan-ku. Aytgancha bunda looting ham bor. Qaltir. Xullas bu qilichimda looting bor-da mana. Nechta ip tushdi? 10 ta ip tushdi. Ko'ryapsizlarmi? Bu qilichda looting iti bor. Va bunda nechta o'rgimchak bo'lsa 2 dona. Bo'ladi, aslida bitta tushish kerak. Va nechta poriq? Ip pataringadan urmoqchi edim, qotdi o'yin. Qotadi bunday narsalarda. Xullas Gripperni bir chopaman, bo'ldi. Shu bilan video tugataman. Va men nechta poriq tushmabdi-ku. Lootingmisan? Looting. Zo'r looting ekan. To'xtanglar, ko'rib olay. Naq 7 ta zombi go'shi bor va bundan tushadi. 16 ta bo'lsa, demak yana 7 ta tushibdi. Va bu skeletga babam qilamiz. Va 8 ta
Xullas, bunday xayrlashib olay. Vaydat. Xullas, hammaga xayr do'stlar, demaymiz, soz tong qilib keyin xayrlashaman-da. Xullas, hammaga xayr do'stlar. Bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, yana shunaqa video chiqarishimiz uchun mana shu videoning tagida 10 ta like bo'lsa bo'lgan zahoti shunga o'xshash yana yangi video chiqadi. Hammaga xayr.